ko'ryapsizmi mana bunday. Hech qanaqa go'shtini unaqasi yo'q. Mana. Do'stim. Xalqim xursand bo'lsa bor. Mana shunaqa uyg'unchilarni maza qilsa, men hamisha xursand. Xalqimni duo qilaman. Bitta oyamning uyiga eski gapim bor. 100 ta bo'lsa, 10 ta oyamning uyida 1000 ta bo'lib 1000 bosh bo'lsa. Bu o'zgaramiz mana shu juda bor, mol bo'lsa bor, vatanimiz tinch, boyligimiz degan. Nimaga? Bu sigir uyda qossoqi. Sut beradi. Ertaman bolalar bog'chaga ketgan shirin guruchini qilib beradi. Qaymoq beradi, do'lta beradi, sariyog' beradi. Uyda qossoqi deyman men. Uyda qossoq, uyda xarajatini ko'taradigan, ro'zg'or qiladigan mana sigirlar. Ilohim. Avvalambor O'zbekistonimiz yurtimiz tinch bo'lsin. O'sha boy badavlat doim topganlariga Allohim shu bandalarimiz hammasini topganlarga Alloh xudo barakasini bersin. Ashi musofir yurtda akalarimiz, og'alarimiz, do'st birodarlarimiz hammasini Alloh panohida saqlasin. Sobir akam ham Alloh panohida saqlasin. Sobir akam bo'lechi inson. Ashitdan qaytib kelyapti, aytdimmi? Aka bitta qo'chqor so'yaman deb, sen mehmon qilaman deb. Ashu o'rtoq oshlarga xalaqat qilsa, bir qo'chqor so'yib bir mehmon qiling. Samarqandlik, Xorazmlik, Qashqadaryo hammasiga salomlar yo'qlayman. Hojdada ojonalar bor-ku. Duoda bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha har bir erkakning ishi o'ngidan kelsin. Allohu akbar. Og'a, savol. San narxlar necha bilan necha pulgacha bor hozir bizda? Bizdami? Qimmatga eng arzoni qancha? 23 millionga ham olim bor. 53 millionga 52 millionga mol qo'ydim. Xolasa 70 millionligi ham bor. Xolasa 15 millionligi ham bor. Endi men niyat qildim, shu mollarni sotib olib hozirlab, bitta 3-4 kun dam olaman. Ha? Mollar sotamiz, to'g'ri dam olganimdan keyingi yangi haftalarga do'stim, amin. 100 bosh mol qo'yib, mana shu yerda bir aylantirib, xalqim xursand bo'lib borib, uzoq videolar tomosha qilib, bir oladiganni boru, yuragi qizib 10 dan olsa hamisha. Allohu akbar. Bu mollar boru trend mollar. 3 kun olib qo'yib bo'ldi, olaverma.